Bugun tongda Yaponiya sharqida 7,4 magnitudali kuchli zilzila sodir bo'ldi. Yer osti silkinishlari Tokioni ham uyg'otib yubordi. Yaponiya meteo markazining xabar berishicha, mahalliy 7 balli shkalada zilzila kuchi ayrim tumanlarda 5 ballni tashkil qildi. Zilzila epimarkazi Yaponiya sharqida Fukusima sohillarida bo'ldi. O'chog'i 10 kilometr chuqurlikda joylashdi. Yaponiya meteo markazi zilzila magnitudasi 7,3 tashkil qilgani haqida xabar berdi. Yaponiya meteorologik boshqarmasining saytida ushbu zilziladan so'ng yer ostida 3,2 dan 4,9 magnitudagacha 30 ta qoldiq silkinishlar sodir bo'lganini ma'lum qildi. Yaponiya hukumatı bir hafta ichida kuchli zilzila va tsunami qaytarilishi haqida ogohlantirdi. Tabiiy ofatlar prognozi xizmati vakili aholi 5 ballgacha bo'lgan zilzila va tsunamiga tayyor turishi kerakligi haqida ogohlantirdi.